Qonun bilan bengal mayoqchalari, stol fontanlari, xloppushka kabi xalqdagi xloppushka bilan ataladigan pirotexnika buyumlari erkin muomalada bo'lishi aniq qayd etilmoqda. Mazkur toifaga kiruvchi pirotexnika buyumlarini ishlab chiqarish, ularni saqlash, foydalanish va boshqa turdagi harakatlar uchun hech qanday taqiq bo'lmaydi. Petardlar, ochiq maydonlarda foydalanishga mo'ljallangan pirotexnik fontanlar kabi xavfli hudud radiusi 5 metrgacha bo'lgan pirotexnika buyumlari fuqarolar va jamoat xavfsizligiga yuqori xavf manbai hisoblanishi sababli ularning muomalasi fuqarolar va yuridik shaxslar uchun to'liq taqiqlanishi belgilanmoqda. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga pirotexnika buyumlaridan noqonuniy foydalanganlik 185-prim modda uchun belgilangan ma'muriy jazo choralari kuchaytirilmoqda. Jumladan, ushbu turdagi qonunbuzarlik uchun amaldagi bazaviy hisoblash miqdorining 5 barobaridan 20 barobariga qadar miqdordagi jarima jazosi endilikda bazaviy hisoblash miqdorining 15 barobaridan 25 barobariga qadar oshirilmoqda.